Boshladik. Bugungi o'rganadigan strukturamiz bu speakingda ham, writingda ham qo'llasa bo'ladigan, yaxshi ballga chiqarib beradigan struktura hisoblanadi. Ya'ni siz ingliz tili darajangizni yana ham yuqoriga ko'tarib beradi. Bu o'sha not only but also strukturasi. Nafaqat bu, balki bu ham degan ma'noda. To'g'ridan to'g'ri misol gapga o'tamiz. We were tired and we were also hungry. Biz charchagan edik va biz yana ochqagan edik ham. Endi shu gapni men yana ham urg'u berib gapirmoqchiman. Endi mana gapni boshini not only bilan boshlaymiz va keyingi qismi xuddi savol tuzgandek davom etishi kerak. Not only were we tired. Nafaqat biz charchagan edik, but we were also hungry. Va biz yana ochqagan edik ham. O'sha gapni ikkinchi qismiga urg'u beryapmiz. Endi mana o'sha ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan joyi savolga o'xshatib tuzamiz gapni boshini. Hop, keyingi gapimizga qaraydigan bo'lsak, he is my classmate and he is also my best friend. U meni sinfdoshim va u yana meni chin do'stim. Endi shu gapni men urg'u berib, yana ham boshqacharoq qilib gapirmoqchiman. Gapim boshini not only bilan boshlayman. Not only is he my classmate. Nafaqat u meni sinfdoshim, but he's also my best friend. U yana meni sinfdoshim bo'lishdan tashqari, u meni eng yaqin do'stim. Men urg'u berayotgan joyimiz shu tagiga chizib qo'ygan so'zimiz, gapimiz ikkinchi qismi. But he's also my best friend. Mana shu qismiga men urg'u bermoqchi bo'lsam, aynan shu strukturadan foydalanaman. Keyingi gapga o'tadigan bo'lsak, Jack bought a new car and he also bought a new house. Jack yangi uy sotib olgan, o'tgan zamonda bo'lyapti gap. And he also bought a new house. Va u yana yangi uy ham sotib oldi. Bu strukturani tuzishdan oldin gapimizni qaysi zamondaligiga e'tibor beramiz. Hozirgi gapimiz o'tgan zamonda. O'tgan zamonda shu hozir biz o'rganayotgan strukturada gap tuzish uchun savol shakliga o'tkazib olishimiz kerak, gapni bosh qismini. Endi o'tgan zamonda savol tuzish uchun qaysi so'zdan foydalaniladi? Qaysi so'zni ishlatamiz savol tuzish uchun? Ish harakat bo'lsa gapning ichida. Did so'zidan foydalanamiz, to'g'rimi? Demak, gapimizni bosh qismida mana Jack bought a new car qismini savolda qanday qilib tuzib olishimiz kerak. Birinchi not only ni qo'yib olamiz. Not only did Jack buy a new car. Nafaqat Jack yangi mashina sotib oldi, but he also bought a new house. Nafaqat Jack yangi mashina sotib oldi va u yana yangi uy ham sotib olgan. Mana o'sha did so'zi savol tuzganimizda ishlatiladi bu. Auxiliary verb deymiz, bunga hozir kelamiz. Shu auxiliary verbni ishlatgan holatda xuddi savolda qanday qilib tuzib olsak, gapimizni, strukturamizni o'sha ishlatayotgan bo'lamiz. Agar didni qo'ymaydigan bo'lsangiz, bu hali complex grammar deyiladi bu. Murakkab grammatik struktura hisoblanadi. Agar shunaqa did, am, is, are, have, haslarni qo'ymay tashlab ketadigan bo'lsangiz, complex sentencedan chiqib qoladi. Keyingi misolga qaraymiz. Jamshid has just eaten his meal and he has also eaten mine. Jamshid hozirgina o'zini ovqatini yedi, o'zini taomini yeb bo'ldi va u yana meni ovqatimni ham yeb qo'ydi. Endi men shu gapni yana ham bo'rttirib chiroyli qilib gapirmoqchiman. Gapni boshini not only dan boshlayman. Xo'p. Jinday orqaga qaytib turamiz. Bu gapimiz present perfect aytilingan. Present perfect. Ya'ni bo'lgan ish harakatlarida natijasi haqida gapiradigan zamon.
has keyin fe'lni uchinchi shaklini ishlatamiz. Demak, agar men present perfectda gap tuzmoqchi bo'lsam, gapni boshiga nima qo'yaman? Qaysi so'zni, qaysi auxiliary verb, qo'shimcha fe'lni qo'yaman? Albatta have yoki has. Demak, Jamshidga nisbatan men has ishlataman. Endi men shu birinchi berilgan mana Jamshid has just eaten his meal degan gapni savolga aylantirib olishim kerak. Mana ko'ramiz. Birinchi not only ni qo'yib olamiz. Not only has Jamshid eaten his meal. Nafaqat Jamshid o'zini ovqatini yedi, but he has also eaten mine. Va u yana meni ovqatimni ham yeb qo'ydi. Faqat o'zini ovqatini yedi emas, meni ham ovqatimni yeb qo'ydi deymiz o'zimizning tilda. Xuddi shu struktura mana shu. Mana endi grammatika qoidasini, mana shu grammatikani formulasini ko'rib chiqamiz. Demak, gapimizning boshi not only bilan boshlanishi kerak. Keyin bizga auxiliary verb kerak. Auxiliary verb hozir ko'ramiz nimaligini. Qo'shimcha fe'l degani savol yasash uchun. Keyin subject, gap kim haqida ketayotgan bo'lsa o'sha odamni yozamiz. Ismi yoki kishilik olmoshini qo'yishimiz mumkin. Jamshid, Sardor, Tom, Joseph, he, she, itlarni qo'yishimiz mumkin. Bundan keyin ish harakat fe'li. Xo'p, mana auxiliary verblar. Auxiliary verb degani bizda gaplarimizda har xil zamonlarda savol tuzish uchun qo'shimcha ishlatiladigan fe'llar. Misol uchun hozirgi oddiy zamonda do, does bilan savol tuzamiz. Shuni biz auxiliary verb deymiz. Qo'shimcha fe'llar degani. O'tgan zamonda did ishlatamiz savol tuzish uchun. Present perfect zamonlarida have, has ishlatamiz. Past perfectda had bo'ladi. Hozirgi oddiy zamonda to be da gap tuzmoqchi bo'lsa am, is, are. O'tgan zamonda bo'lsa was, were. Kelasi zamon uchun will bo'ladi. Mana shular hammasi auxiliary verb deyiladi. Endi gapimizni ikkinchi asosiy biz urg'u beradigan qismini but also deb boshlaymiz. Keyin ag'i subject, gap kim haqida ketayotgan bo'lsa o'sha odamni yana aytamiz. Keyin ish harakat verb. Yana misollarga qaytadigan bo'lsak, we learned vocabulary and we also learned a grammar structure. Biz lug'at o'rgandik va biz yana grammatik struktura o'rgandik. Endi men shu gapni yana ham bo'rttirib aytmoqchiman. Endi faqat biz lug'at emas, grammatika ham o'rgandik demoqchiman. Not only did we learn vocabulary. Nimaga endi bu yerda did kelyapti? Chunki tepadagi gap o'tgan zamonda berilgan. We learned degan. Endi o'tgan zamonda savol tuzish uchun bizga qaysi so'z kerak? Did. Did bu auxiliary verb, ya'ni savol tuzish uchun qo'shimcha fe'l. O'shaning uchun gapimiz not only dan keyin xuddi savolga o'xshab tuzib olamiz birinchi qismini. Not only did we learn vocabulary, nafaqat biz lug'atni o'rgandik, but we also learned a grammar structure. Biz yana grammatik strukturani ham o'rgandik. Keyingi misol, I get up early and I also run around the park. Men ertalab vaqtliq turaman va men park atrofini ham yugurib chiqaman. Endi aytishim kerak. Men nafaqat ertalab vaqtliq turaman va men undan tashqari parkni ham aylanaman atrofini. Not only do I get up early, but I also run around the park. Hop, bu yerda not only dan keyingi so'zga e'tibor beramiz. Do so'zi turibdi, do. O'tgan gapimizda did bo'lgan edi. Nimaga endi bu yerda do bo'ldi? Chunki birinchi gapimizga qarasak, I get up early deyapti. Oddiy o'tgan zamon ishlatyapti. Doimiy qiladigan ishini aytyapti. Shuning uchun biz present simple ishlatdik. Present simple da savol tuzish uchun biz do yoki does dan foydalanamiz. Endi not only do I da mana I ga nisbatan do so'zidan foydalanamiz. Savol tuzmoqchi bo'lsak, shuning uchun bu yerda not only do I get up early, but I also run around the park bo'ldi. Keyingi misolga qarasak, the company produces
cameras and it also produces tablets. Kompaniya kameralar ishlab chiqaradi va u yana planshetlarni ham ishlab chiqaradi. Endi men shu gapni bo'rttirib, boshqacharoq qilib aytishim kerak. Kompaniya faqat kamera ishlab chiqaradigan kompaniya emas bu. Bundan tashqari planshetlar ham ishlab chiqaradi demoqchi bo'lsam, not only does the company produce cameras, nafaqat kompaniya kameralar ishlab chiqaradi, but it also produces tablets. Va u yana planshetlar ham ishlab chiqaradi deb aytyapmiz. Videomiz shu yerda tugadi. Bu o'rgangan narsalaringizni, o'rgangan grammar strukturangizni har doim gap tuzib ishlatib yursangiz, speakingda ham, writingda ham qo'llab ketish oson bo'ladi.